Iste'dodli yozuvchi va shoira Saida Zununova 1926-yil 15-fevralda Andijon shahrida xizmatchi oilasida dunyoga kelgan. Otasidan erta yetim qolgan shoira onasi va qarindoshlari qo'lida ulg'ayadi va kamol topadi. Andijon shahridagi 30-maktabni tugatgach 1941-yilda o'qituvchilar institutiga o'qishga kirib, uni 1943-yilda tamomlaydi. Bir muncha muddat maktabda muallimlik qiladi. Viloyat gazetasida tahririyatida ishlaydi. Adabiyotga bo'lgan muhabbat uni O'rta Osiyo davlat universiteti, ya'ni hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining filologiya fakultetiga yetaklaydi. Oliy o'quv yurtini tamomlagach, jurnalistik faoliyatiga sho'ng'iydi. Saida Zununova mashhur o'zbek yozuvchisi Said Ahmad bilan turmush qurgan. Ularning oilasi ijodkorlar oilasi sifatida tanilgan. Ikkala adib ham adabiyotga katta mehr bilan yondoshgan va bir-birining ijodini doimo qo'llab-quvvatlagan. Said Ahmad Saida Zununovaning iste'dodini yuqori baholagan va uning ijodiy rivojlanishiga yordam bergan. Saida Zununova ham turmush o'rtog'ining ijodini hurmat bilan qaragan. Ularning o'zaro mehr, hurmat va hamkorlikka asoslangan hayoti ko'plarga ibrat bo'lib xizmat qiladi. Bu ijodkorlar oilasi o'zbek adabiyotida o'chmas iz qoldirgan va ularning asarlari bugungi kunda ham kitobxonlar tomonidan sevib o'qilmoqda. Saida Zununova 1977-yilda vafot etadi, ammo uning boy adabiy merosi xalqimiz qalbida hanuzgacha yashab kelmoqda.